Toshkent, Moskva, Toshkent. Qaniydi akajon, unaqa narsalar iloji bo'lganda biz reklama qilmasdan o'tirardik. Kelinglar, deport olib ketaman deb ikkita odam jo'natsam, uji u yoqqa qolgani 100 ta odam o'zi kelaverar deport bo'lganlar. Bilasizlar, unaqa narsalarda umuman iloji yo'q bizda akalar. Bo'lsa qani, aytmaymizmi? Kelinglar, ketinglar. Mana biz deport o'tkazyapmiz. Biz taqiqlarni yechyapmiz dedik. Unaqa narsa hech qachon bo'lmaydi. Deport bekarga bezosnovaniya qilmaydi. Shuning uchun borgandan keyin qancha pul bo'lsa sarflab, dokumentlarni yuringlar. Biz ana shuncha aytamiz, avtobusda kelayotganda akalar, nech pul ketsa ketsin, dokumentlarni yurmadingizmi, rasxodingizni qilib keting deb aytamiz. Doim shu gapni aytamiz. Dokumentlarni qilib yurmadingizmi, keting, bez dokumentmisiz, keting deb aytamiz. Agarda shunaqa rasxodini qilib keting deyiladi. Rasxoddan qochmagan odam yana Rossiyaga kirsa bo'ladi. Chunki rasxod qilmayapsam, o'zi bo'ldi, po'zna. Xo'p bo'ladi.